Haj badal qildirish. Savol. Assalomu alaykum. Hurmatli ustoz. Boshqalarga pul berib o'lib ketgan ota-onasiga vakolatan haj qildirsa, farz haji ado bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Bir kishi farz hajni kasallik, o'lim va yoki boshqa to'salg'u sababidan ado qila olmay qolgan bo'lsa, o'zlariga farz bo'lgan hajni qilib bo'lgan farzandlari yoki boshqa tuqqanlari pul olmay fidokorlik qilib tuqqani uchun haj qilib qo'ysa bo'ladi. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Juhayna qabilasidan bir ayol Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelib, "Anam haj qilishni nazar qilib haj qila olmay o'lib ketdi. Shunga anam uchun haj qilib qo'ysam bo'lamdi?" degan edi Rasululloh. "Ha, anangiz uchun haj qilib qo'ying. Aytinga, navoda anangizning bo'ynida qarzi bo'lgan bo'lsa, uni ado qilamtingiz. Allohning haqqini ado qilinglar. Chunki Allohning haqqi ado qilishga eng haqliq" dedi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu yana rivoyat qiladi-ki, Hajjatul Vido yili Xasam qabilasidan bir ayol kelib, "Ey Rasululloh, Allohning bandalariga hajni farz qilishi otamning qirib uloq ustida o'ltirolmaydigan vaqtiga to'g'ri kelib qoldi. Men otam uchun haj qilsam, uningdan ado bo'lamdi" degan edi Rasululloh. "Ha" dedi. Ammo mayli hayot odam bo'lsin, mayli meyit bo'lsin, Alloh taolo bandaga farz qilgan ibodatni o'zi qilmay boshqalarga pul berib qildirsa, ibodat ado bo'lmaydi. Chunki ibodat degan boshqalarga pul berib, boshqalarni yallab qildiradigan ish emas. Ibodatning to'g'ri bo'lishi uchun oldi bilan ibodatni o'rindag'uchidan niyat xolis bo'lmasa bo'lmaydi. Pul uchun, dunyo uchun haj qildigan kirakashlar savobga emas, faqat ashu ozg'ina pulga erishadi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu rivoyat qilib deydi-ki, "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bundoq da'vat qilganini anglagan. Amallar niyatlarga bog'liqdir. Har kimga niyat qilganila bo'ladi. Shunga kimki ozg'ina mol dunyoga erishish yoki biror ayolga nikohlanish niyatida hijrat qilgan bo'lsa, uning qilgan hijrati hijrat qilgan narsasigadir. Demak, pul uchun haj qilgan kishining haji to'g'ri bo'lmaydi. Bundoq kishi dunyoda ko'zlagan pulga erishadi xolos. Oxiratda savobdan nasibasi bo'lmaydi. Alloh taolo aytadi: "Kimki faqat dunyoviy hayotni va uning zibu-zinnatini xohlaydigan amallarining natijasini u yerda ularga to'liq beramiz. Ular u yerda kam berilmaydi. Ana ashular oxiratda do'zaxdan boshqaga erisholmaydiganlardir. Ularning u yerda qilgan ishlari bekor bo'lib ketdi. Ular bekor ishlarni qilishgan edi." Hud surasi 15-16 oyatlar. Haj degan ham pul xarjlaydigan, ham badan jafo tortadigan qo'sh qanotliq bir ibodat bo'lib, buni o'zi yanchiqidan pul xarjlab, safarning jafosini tortib, hajning qiyinchiligini boshdan o'tkazib o'rindishi lozim. Ma'lum sabablar tufaylidan o'zi qilolmasa, farzandlari o'rnida qilib qo'ysa bo'ladi. Chunki farzandlar shu kishining bir parchasidir. Yana yat kishilar meyit ya uning ustozi bo'lganlikdan yoki meyit hayot vaqtida uninga biror yaxshilik qilib qo'yganlikdan meyitga yaxshilik qilib qo'yg'isi kelib pul olmay meyitga xolis haj yoki umr qilib qo'ysa bo'ladi. Pul olib qilsa bo'lmaydi. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining qarshida taat ibodatlariga haq olsa bo'lmaydi. Bu mushu badal haj qilish masalasida haqiqatan to'g'ri qarash. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birarsiga pul berib haj qildirgan emas. Biror sahobaning boshqalarga pul berib haj qildirishiga ruxsat qilganmi emas. Biror sahoba Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin birsiga pul berib haj qildirgan emas yoki boshqalarga ruxsat qilganmi emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalarining salaflarning tutgan yo'li bu. Agar boshqalarga pul berib ibodat qilsa bo'ladigan bo'lsa, ro'zanimi har kunga 100 yandan oyda 3000 yan berib boshqalarga ro'za tutqizsa, 5 vaqt namozning har biriga 10 yandan kunda 50 yan pul berib boshqalarga o'qitsa, o'zi jafo tortmay ibodat qilmay o'ltirsa, masala hal bo'lgan bo'ladi. Lekin ibodat degan hasharaga haydalganda o'rniga odam saplab qo'ysa bo'ladigan alvon emas. Uydan yoki yurtidan sirtqa chiqmay o'ltirib, hajga borgan qo'shnisi yoki og'aynisidan 2 yoki 300 dollar pul avatib, Makkadagi haj badal tijoratini qiladigan qo'ymachi bidiklarga yetkazib berib, bir varaq guvohnoma agilib bersa, "Men hoji bo'ldim" deb ko'nglini xush qilib o'ltiradigan bir qism bechora kishilar haqiqatan o'zini go'llab yuradigan kishilardir. Hajga borganlar biladi. Vatanidan suyumli kishilardan ayrilish firoqi, safarning azobi, ochliq, bedorlik, ihrom bog'lab nafsini tarik etish, Mina va Arafatlarda jinini qo'liga elib qo'yib, hayot mamotlik soatlarni boshdan kechirish, necha 10 minglagan so'm va dollarlarni sarf qilish, necha yil rasmiyat bijirib pasport hal qilish uchun yo'l mengish, o'makka kirish uchun necha yil kutish va urinish, ana shular hajni ashundoq savobi katta ibodat qilgan ishlardir.
Şuna o'zi va millini sarf qilish jihatdan haj ibodati jihodga o'xshaydi. Müminlarning anasi Ayşe radhiyallohu anha rivoyat qiladi-ki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan jihodga chiqish uchun ijozat so'rasam, sizlarning jihodinglar hajdir dedi. Ashundaq nurg'un pullarni sarf qilganda, ashundaq turli jafolarni tortganda, anidan tug'mi bo'lalaydigan gap. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, men Nabiy sallallohu alayhi va sallamning mundaq da'vat qilganligini anglagan. Kimki hajni Allah uchun qilib, namunasib ish, jimadan saqlansa, gunoh ishlamasa, xuddi uni onasi tuqqan kundagidek pok holatda qaytadi. Saudiya Arabistonda asosan Hanbali mazhab bo'yicha fatvo beriladi. Aslida Hanbali mazhabda ikki qarash bo'lib, mazhabga vakillik qiladigan qarashda haj qilib qo'yganga haq olsa durust bo'lmaydi. Zaifroq qarashda durust bo'ladi. Hozir Saudiya Arabistonda haj badal qilish ishi tijoratga aylangan bo'lib, bu ishdan nurg'un kishilar tapovut qiladi. Paydaning ko'p qismini bediklar oladi. Az bir qismini guvohnomaga imzo qo'yib beradigan bangali va boshqa madikar ishlamchilar oladi. Ba'zida bir kishi 20-30 kishiga haj qilganligini isbotlaydigan guvohnomalarga imzo qiladi. Demak, bu ish bid'at ishdan halqib, saxtalik, qo'ymachilikqa aylanib qolgan. Odatda zaifroq hadislarga tayangan farz ibodat bilan munosabati yo'q fazilatli ishlarni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo'lga qo'ymagan, qilib boqmagan salaf unda qilmaydi deb bid'at tamg'asini urib etadigan Saudiya Arabiston olimlari haj badal uchun odam yollash ishini bid'at demaydi. Bu ishga kelganda ko'z yumadi. Nima uchun buni bid'at demaymiz? Men bunga hayron. Salaf shunda qilamdi. Haj qilish uchun odam yollagan ahvol salafdan kelganmi? Salaf ibodatda kirakashlik qilib, uninga guvohnoma chiqarib tikanmi? Badal hajning joizligiga yuqori hadislarni dalil qilib ko'rsatib oladi. Amaliyotda u hadislardagisi pul olmay qilib qo'ygan hajdir. Pul olib haj qilishni uninga qiyos qilib olishga bo'lmaydi. Shunga hajga chiqalganlar chiqsin, chiqalmaganlar fursat kutsin. Eğer kesel yoki meyib, yoki yeshi cho'ng yoki vabat bo'lganlikdan haj qila olmaydiganlar bo'lsa, hajga chiqalaydigan farzandlari yoki navralari yoki do'stlari bo'lsa, shular o'zlarining farz hajini qilib bo'lgandan keyin chiqalmaganlar uchun ish haqqi olmay, ammo hajga ketadigan butun chiqimini qildirib, xolis haj qilib qo'ysa bo'ladi. Undaq sharoitmi bo'lmasa, ulardan gunoh saqit bo'ladi. Chunki Haq Taolo aytadi: Berishning yo'lini qilganlarning Ka'baga haj qilishi Allohning ularning ustidagi haqqidir. Kimki tanidi ekan, shubhasizki Alloh ahli jahondan behojatdir. Al-Imron surasi 97-oyat. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 97-nomorliq fatvo.